Bu farzandsizlikka bitta sabab bo'lishi mumkin. Varikoselli bu urug' tizimchasi venalarining kengayishi. Bu farzandsizlikka bitta sabab bo'lishi mumkin. Lekin varikoselli bor, sanda bola bo'lmaydi degan gap yo'q. Chunki shunaqa holatlar bor, varikoselli 3-stepen, ya'ni eng yuqori darajasida tuxumlarni ko'rganda tomirlar ko'rinib turadi, lekin 3-4 ta bolasi bor. Xalaqit bermasligi mumkin. Varikoselli qachon patologiya sifatida qaraladi? Qachonki tuxumlarda og'riq bo'ladigan bo'lsa, tekshirilganda varikoselli bo'lsa agar, varikoselli og'riq berayotgan bo'lsa, operatsiya qilinadi. Ikkinchi holatda bitta tuxum ikkinchisidan sezilarli darajada kichkina bo'lsa. Ko'p holatlarda chap tomonda varikoselli uchraydi. O'ng tuxumdan ko'ra chap tuxum hajmi kichkina bo'ladigan bo'lsa, sezilarli darajada varikoselli aniqlansa agar operatsiya qilinadi. Uchinchi holat bu turmush qurgandan keyin 1 yil mobaynida farzandi bo'lmasa, varikoselli diagnozi qo'yilsa agar, varikoselli operatsiyasi qilinadi. Bepushtlikka bitta sabab sifatida qaraladi.